Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Photoshopni tekinga o'rnatamiz. Photoshopni Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. U yerdan topishlaringiz mumkin. Telegram kanalini esa opisaniyada qoldirdim. Xo'p, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Bu yerdan Photoshopni har xil versiyalari bor. Buni tashlab qo'yganman. 2025-yilgi versiyasini o'rnatib ko'rsataman. Demak, bu yerda hamma versiyalar bor. Bemalol yuklab ishlataverishlaringiz mumkin. Xo'p, mana fayllardan ko'rib olishlaringiz mumkin versiyalarni. Xo'sh. Demak, boshladik. Xo'p, mana o'rnatib oldik. Endi buni ochib olishimiz kerak. Shuning uchun vaqtinchalik Windows'da xavfsizlik tizimini o'chirib turamiz. Bo'lmasa bu faylga ruxsat bermaydi. Chunki Photoshop pulli dastur bo'lgani uchun bunga ruxsat bermaydi. Shuning uchun Windows xavfsizlik tizimini o'chirib turamiz. Xo'p, mana shu yerdan Manage Settingsga o'tamiz. Bu yerdan Real Time Protection'ni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, o'chirdik. Keyin yana qaytib to'g'irlab qo'yamiz. Endi faylimizni ochib olamiz. Sal ko'proq vaqt ketgani uchun kutib turamiz. Parolni terib olamiz. Fayl ochilishni boshladi. Ozroq sabr qilib turamiz. Xo'sh, sal ko'proq vaqt ketishi mumkin. Men videoni tezlashtiraman. Xo'sh, mana ochilib oldi. Endi o'zimizga til tanlashimiz kerak bo'ladi. Kimga qaysi til ma'qul bo'lsa, menga ingliz tili yaxshi. Installni bosamiz. Shimoliy Amerika tilida bosimma deyapti. To'g'ri. Endi lokatsiyani aloqasi yo'q. Continue'ni bosaveramiz. Bu yerda ham vaqt sal ko'proq ketadi. Yana sal tezlashtiraman-da. Xo'p, mana yuklanib oldi. Endi ozroq sal sabr qilamiz. Xo'p, mana deyarli yakunlandi. Xo'sh. Mana yuklanish ham yakunlandi. Endi buni X bosib chiqib ketaversak ham bo'ladi. Xo'sh. Mana 2025-yilga turibdi. Endi buni linkini desktopga o'tkazib olamiz. Bo'ldi, ishlatib ko'ramiz. Mana ichkarisiga kirdi. Kirmoqda. O'zim dizayner bo'lganim uchun bu menga juda qiyin emas. Qilgan ishlarim ham turibdi, fayllarim. Birorta anada loyihamni ochib olaman. Bu yerda bemalol ishlayverishim mumkin. Hammasi oddiy. Demak, bemalol mukammal ishlayapti. Xo'sh, endi boyagi o'rnatish faylini o'chirib yuborsak ham bo'ladi. U endi bizga kerak emas. Bemalol ishlataversak bo'ladi. Bo'ldi,
Tugadi, oson hammasi.